Agar kvartirangizga mebel olmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring, chunki biz bu kvartiraga noodatiy uslubdagi mebellarni tayyorlab berganmiz. Xonadonimizga kirishda ro'parada mana shunaqangi chiroyli portretlarni ko'rishingiz mumkin. Orqamda esa to'liq zerkali oyna bilan jihozlangan. Kirish qismi juda ham keng, odam bir-biriga xalaqit bermaydi. Mebellariga keladigan bo'lsak, bu prixoshkamiz qo'shimcha shkaf bilan jihozlangan bo'lib, yumshoq obshivkalar bilan ishlangan. Shkaf qismi esa kiyimlarni qo'yish uchun juda ham qulay. Ko'pchilik oq mebelda chiroyli bo'lmaydi deb o'ylaydi, lekin mana shunaqangi chiroyli uzun oq ruchkalar bilan bir-biriga kombinatsiya qilganimizda juda ham chiroyli yechim bo'ldi. O'zini ko'rish uchun, ko'chaga chiqib ketayotganda o'zini ko'rish uchun shunaqangi keng oyna bilan jihozlangan bo'lib, ko'pchilik ketayotganda oyog'ini urib oladi. Burchak bo'lganligi uchun shu burchakni biz avalniy qilib ishlaganmiz. Bu qo'shimcha qulaylik beradi. Navbatdagi xonamizga kirganimizda bu yerda sanuzel joylashtirilgan. Tor joyga mana shunaqangi qulay yechim qilib ketganmiz. Bu yerda kir moshina, dushovoy kabina, rakvina, unitazlar mavjud. Kir moshinani shunaqangi devor bilan bo'lib qo'yganmiz. Xonadonimizning keyingi xonasi kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu yotoqxonada katta shkaf, tryumo, kravat, tumba mavjud va bu xonani kichkinaligiga qaramasdan shunaqangi yechim qilinganki, ancha joy tejab qolingan. Shkaflarimiz 4 eshikdan iborat bo'lib, ichki qismlariga mana shunaqangi shtanga jihozlardan o'rnatib berilgan. Bu ayollarning kiyimlarini joylashtirish uchun yana ham qulay bo'lish uchun qilingan. Taylarda ikkita tortma qo'shimcha polkalar mavjud. Bu shkafimizga ham MDF dan shunaqangi noodatiy ruchkalar ishlab berganmiz. Tryumo qismlari, katta oyna, qo'shimcha aksessuarlar uchun polkalar va ikkita tortmadan iborat. Bu nafaqat tryumo, balki rabochiy stol vazifasini ham bajaradi. Keyingi xonamiz studiya variantida jihozlangan ham mehmonxona va ham oshxona. Bu yerda bu xona ikkiga ajratilgan dam olish zonasi va ovqatlanish zonasidan iborat bo'ladi. Dam olish zonasiga keladigan bo'lsak, bu zonada katta yumshoq ugolok divan, kofe stol, televizor va televizor turishi uchun katta pattiviy mebeli bilan jihozlangan. Bu devorlari MDF dan obshivka qilingan. Televizorda devorga emas, pattiviy mebelimizga o'rnatganmiz. O'tirib kino ko'rganingizda ham bo'yningiz yoki ko'zingiz tolmasligi uchun odamning ko'zini to'g'risiga joylashtirilgan shkaf. Buning uchun biz pattiviyni shu holatda dizaynni chiroyli qilgan holatda bo'yni o'stirib qo'yganmiz, odatiy razmerdan chetga chiqib. Oshxona qismidagi odamlar bilan bir-biridan ajratish uchun biz pardalardan foydalanganmiz. Bu pardalarni qo'l bilan emas, Alisa tizimi bilan jihozlaganmiz. Keyingisi oshxona mebeliga yetib keldik. Oshxona mebeli bu xonadonni butun devorini egallaydi. Bu yerda bitovoy texnikalarda barchasi mavjud. Xolodilnik, duxovka, moyka, gaz, vitichka. Bu xonadondagi kuxulniy mebelimiz to'liq fasadlari akril, korpuslari MDF va rabochiy zonasi noodatiy uslubda avalniy qilib ishlangan. Bu avalniy qismini krashinni MDF dan foydalanganmiz. Bu hali beri ko'pchilik hali beri ishlatilmagan. Bu ko'proq arab davlatlaridagi dizayndan kelib chiqib turib shunaqangi yechim qilganmiz. Barcha bitovoy texnikalar, uyning barcha chiroqlari, pardalar, har bitta texnika qismlari Alisa bilan boshqariladi. Masofadan turib, xohlasa uyning ichidan turib boshqariladi. Endi ko'pchilik ayollarimiz kuxulniy mebel bitgandan keyin ostrov xohlashadi. Bu yerga ham ostrov, ham ovqatlanish uchun stol stullar qo'yganimizda xona torayib ketgani sababli biz ostrov bilan stol stulni bir-biriga birlashtirib, yana ham bir noodatiy yechimga yetib kelganmiz. Bu ostrovda ham xamir ovqatli ishlarini qilsa ham bo'ladi. Qo'shimcha oshxona jihozlarini ham shu yerga joylashtirib olsa bo'ladi va bemalol 7 kishi ovqatlanib o'tirishi ham mumkin. Biz bu xonadonni mebel ranglarini
uy egasini xohishlaridan kelib chiqib turib tayyorlab berganmiz. Agar sizni xohishingizga bu ranglar to'g'ri kelmasa, o'zingiz xohlagan ranglarda ham qilib berish muammo emas. Agar sizni ham kvartirangizni mana shunaqangi 0 dan 100% gacha mebellar bilan jihozlash kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga barcha mebel jihozlari bilan kvartirangizni juda ham komfort holatga keltirishga yordam beramiz.